27 million so'mga tayyor bo'lgan mebellarimiz ustanovkasi tugadi. Ushbu narx ichiga qanday mebellar kirgani qiziq bo'lsa, videoda oxirigacha ko'ring. Bu joyimizda mana shkafimiz joylashgan. Shkafimiz razmeri 270 ga, yerdan balandligi 2,5 metr bo'lgan. Bu joyimizda spanli bo'lyapti. Spanlimiz razmeri 220 ga 1,80 bo'lgan. Ikkita tumbasi bilan birga bo'lgan. Narigi tarafimizda bo'lsa, trimoyimiz joylashyapti. Joyimizdan unumli foydalanganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Shkafimiz ichkari tomonlari mana ko'rishingiz mumkin. Kiyim iladigan ikkita chekada kiyim iladigan qilib berganmiz. O'rta qismlariga bo'lsa polka qo'yib berganmiz. Mexanizmlarni ham tepalariga ikkitadan qilib ko'proq qo'yib berganmiz. Xizmati albatta yaxshi bo'ladi. Bu ichkari taraflariga narsalar qo'ysa bo'ladi, hali parfyumeriya narsalarini, bu yerga gul-pul, har xil chiroyli suvlar narsalar qo'ysa bo'ladi. Bu pufigini ham qilib berganmiz. Shu joyimizda o'ziga qarab chiqib ketsa bo'ladi. Bu narigi tomonimizda bo'lsa, bu joyimizda kirish qismi bo'ladi. Bu joyimizda bo'lsa pergoshka qilib berganmiz. Eshiklarning ichlari mana kiyim iladigan bo'lgan, mana kiyim iladigan bo'lgan. Bu joyiga yengil kiyimlarni ilib qo'ysa bo'laveradi. Past tomonlariga patinka qo'ysa bo'laveradi mana. Joyimizdan unumli foydalanganmiz. Narigi tarafda bo'lsa, bolalar xonasiga shkaf qilib berganmiz. Shkafimiz razmeri 3,55 bo'lgan. Ichkari tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Mana turbalari, tepasida polkalari ham bor. Bu yonboshida mana shim yoki ro'mol ilsa bo'laveradi. Bu yerga ham kattalar ham kiyimini qo'ysa bo'laveradi. Bu joyimizda ikkita bola dars qilsa bo'laveradi. Bu yerga kitob qo'yadigan, mana polkalari ham bor. Bellariga ochiqda turadigan narsalar qo'yilaveradi. Narigi tomonimizda bo'lsa, mana polka qilib berganmiz. Polkalari ichlari ham ancha chuqur bo'lgan. Mexanizmlarini ham mana bu yoqdan olarasiz. Ikkitadan qo'yganmiz. Hamma eshiklariga, tepalariga yonma-yon qilib ikkitadan qo'yganmiz. Ko'proq bo'lgan mexanizmlari. Xo'p, endi bu ishimiz materiali Krashinning MDF materialidan bo'lgan. Krashinning MDF materialidan bo'lgan. Bu ishimiz manzili Andijonga Zelnomosga o'rnatib berganmiz. Mana shu ko'rib turgan narsalar hammasi bo'lib, summasini aytdim. 27 million so'mga bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegram bor. Aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.